Poyiga ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Yuragi dard, alam tuymaydi sira, ko'ngliga armon suv quymaydi sira, dunyodagi barcha ayoldan ko'ra onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab, avaylab onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbida so'nmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh, hayotda men uchun eng yaqin sirdosh onamni eng baxtli ayol qilaman. Sochlarin yo'qlamay tursinda qirov, yelkamga opchib bo'lib toy ulov, gaplarimga balkim ishonmas birov onamni eng baxtli ayol qilaman. Odamlar oldida qaddim tutib tik, tashvish musibatlar bo'lmasidan yuk, kim ko'rsa doimo havas qilgudek onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobin o'zin oqlasa, omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa onamni, mehribonimni eng baxtli ayol qilaman. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Uzun qishlog'i 5-uyga Marziya opamizni shukrona kunini, ya'ni 49 yoshini muborakbod etish uchun ana shu qizlari nomidan kelib turibmiz. Nasib bo'lsa inshaalloh Xudo xolasa kutilmagan sovg'alari bor. Chiroyli qilib guruhimiz nomidan chiroyli qilib topshirib olamiz. Kuzatib borasizlar. Bugün zo'r kun, bugün boshqacha, quvonchga to'lib aytaman shuni. Bugün zo'r kun, bugün boshqacha, bugün onamning tug'ilgan kuni. Bugün zo'r kun, bugün boshqacha, quvonchga to'lib aytaman shuni. Bugün zo'r kun, bugün boshqacha, bugün onamning tug'ilgan kuni. Bu dunyoni gullarini soting menga, sovg'a salom turlarini soting menga. Yetsa pulim, yetmasa bu jonim kerak, barchasini olib boray volidamga. Qancha bersam shuncha kamdek tuyular, asli bitta gulga qancha suyunar. Qancha bersam shuncha kamdek tuyular, asli bitta gulga qancha suyunar. Ozor yetsa joningizga qani ayting, onangizdek yana kim ham kuyunar. Ozor yetsa joningizga qani ayting, onangizdek yana kim ham kuyunar. Bugün zo'r kun, bugün boshqacha, quvonchga to'lib aytaman shuni. Bugün zo'r kun, bugün boshqacha, bugün onamning tug'ilgan kuni. Onasiz biz yer, bo'lamiz osmonsiz, onalarsiz baxtli bo'lmoq imkonsiz. Ona uchun qo'lingizda boringizni bermasangiz ayting qandoq insonsiz. Ona uchun qo'lingizda boringizni bermasangiz ayting qandoq insonsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Marziya opa, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mana shu yerga bizni taklif qilib, shuncha narsani tashkillashtirgan avvalambor qizlaringizni baxtiga sog'-omon bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Nasib qilsa mana shu qizlaringizni baxtini, saodatini ko'ring. Mana shu qizlaringiz ham sizlarning baxtlaringizga hamisha sog'-omon bo'lib, o'zlarining baxtini topib, nasib qilsa xuddi sizga qilgan narsani farzandlaridan qaytib xursand bo'lib yursin. Nasib qilsa chiroyli qo'shiqlarimiz bo'ladi. O'yin kunga taklif qilamiz. Yarım tunda og'risam, bir zot dardimni bildi. Mushtibarim bunisam, onam qo'ng'iroq qildi.
tushimga kiribsan deb salobib qolibsan deb hayholda yuribsan deb onam qo'ng'iroq qildi yori do'sting dardizib faqat onam g'amim yer bolam omonmisan deb onam qo'ng'iroq qildi yori do'sting dardizib faqat onam g'amim yer bolam omonmisan deb onam qo'ng'iroq qildi baxti davlat boshimdagi toj kuy alanga yayra dilxurosh baxti davlat boshimdagi toj kuy alanga yayra dilxurosh farishtadek yoyib qirq quloch davralarda o'ynasin onam farishtadek yoyib qirq quloch davralarda o'ynasin onam bolam debo bo'lar fidoyi orzulari pokdir samoli bolam debo bo'lar fidoyi orzulari pokdir samoli yorim yuzligim go'zal nuroniy davralarda o'ynasin onam sutdan yoqsham qo'ynidan Vasin umididan zor Seni intil tutarman Sahargacha man bedor Sutdan yoqsham qo'ynidan Vasin umididan zor Seni intil tutarman Sahargacha man bedor İstasang shu falakdan oyni olib beraman Yulduzadan bo'yingga marjon taqib qo'yaman İstasang shu falakdan oyni olib beraman Yulduzadan bo'yingga marjon taqib qo'yaman Man ko'changdan o'taman yo'l ko'tarib ham yo'talib Man ko'changdan o'taman yo'l ko'tarib ham yo'talib Garmani sevsang agar chiqtin chelagini ko'tarib Garmani sevsang agar chiqtin chelagini ko'tarib Olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan Olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan Mani yorim xat yozadi ingichka barmog'i bilan Mani yorim xat yozadi ingichka barmog'i bilan O Zubayda mayda 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 Vaydo Zubayda sochlari mayda mayda Vaydo Zubayda mayda 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 Vaydo Zubayda sochlari mayda mayda Mani sevgan yorimning oy jamoli bor Mani sevgan yorimning oy jamoli bor Jamoliga yarashgan dona holi bor Jamoliga yarashgan dona holi bor O Zubayda mayda 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 Vaydo Zubayda sochlari mayda mayda Vaydo Zubayda mayda 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 Vaydo Zubayda sochlari mayda mayda Endi yana shu qizlaringizni baxtiga bir chiroyli qilib duo qilib berasiz. Keling siz ham aka. Ikkovlarimiz. Men hayajondaman. Ikkovlaringiz ham bemalol. Yaqinda qonidik. Parvardigor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va jalal minal muslimina. Parvardigor qiladigan ishlarimizni barakotini bersin. Shu oilamizga tinchlik, farovonlik va farzandlarimizga nevara ko'rishda Allohim Xudojonim o'zing madad bergin. Tinchlik, omonlikda, xotirjamlikda yashaylik. Yuzga kirsin. Nasib bo'lsa, bolalarning baxtiga omon bo'lsin. Shularning rohat farog'atini ko'rib yurish Allohdan nasib so'rayman. Xudojon Parvardigoriga. Ay. Farzandlarim baxtli, taxtli, duoli bo'lsin. Buni qizi ko'p hech qachon birovdan kam bo'lmasin. İzzat qilgan bo'lsa, nasib qilsa farzandlaring bilan shunday izzat qilsin. Allohu akbar. Sizlarga gaplaringiz bormi onangizga? Yo'qlaringizni gapiring. Bizni baxtimizga, doim dadam baxtiga, doim sog' bo'ling, siz doim kuchingiz bo'ling. Bir ikkita rasmga tushaylik endi.